Farg'ona tumanidagi markaziy poliklinikada elektron axborot tizimi ishga tushirildi. Bu yangilik aholiga ko'rsatilayotgan tibbiy xizmat sifatini oshirish, shuningdek, vaqt va resurslarni tejashga xizmat qilmoqda. Mazkur tizim raqamlashtirish yo'lidagi muhim bosqichlardan biri bo'lib, aholiga qulay va shaffof xizmat ko'rsatishga keng imkoniyat yaratadi. Mamlakatimiz sog'liqni saqlash sohasida davlatimiz rahbari tomonidan olib borilayotgan izchil islohotlarning bosh maqsadi sifatida tibbiyot muassasalarini raqamlashtirish. Bu orqali tizimda tibbiy xizmatlar sifati va ko'lamini yanada oshirishga jiddiy e'tibor qaratilmoqda. Xususan, yurtimizning barcha hududlarida bo'lgani kabi Farg'ona tuman ko'p tarmoqli markaziy poliklinikasida Demet elektron axborot tizimi yo'lga qo'yilib, bemorlar uchun qator qulayliklar yaratilmoqda. Natijada qo'shni Qirg'iz Respublikasi bilan chegara hududda yashayotgan tuman aholisi avvalgidek shifokorlar qabuli yoki tekshiruvlar uchun navbat kutib, sarson bo'lish, tibbiy tahlillarni har bir tibbiyot muassasasida alohida va qayta topshirish muammosidan butkul xalos bo'ldi. Aholimiz tomonidan kuchlar shifoxonaga kelib yoki vaqtini sarflash oldi olindi. Uyda turib onlayn ravishda bemorlar shifokorlarga navbatga turishi mumkin bo'ladi. Keyin ambulator tibbiy kartalar ko'tarib yurishi to'xtatildi. Har bitta bemorimiz shaxsiy identifikatsion raqami bor Demet tizimida. Oldingi qanaqangi tekshiruvlardan o'tgan bo'lsak, birlamchi etaplardagi analizlar yoki tekshiruv natijalari ham o'zini shaxsiy kabinetda saqlanadi. Bemorlar ko'rib foydalanishi mumkin bo'ladi. Muassasada elektron axborot tizimining ishga tushirilishi nafaqat aholi, balki tibbiyot xodimlari vaqtini tejashga ham xizmat qilayotir. Natijada shifokorlar bor e'tiborni bemorlar sog'ligi uchun yo'naltirmoqda. Ma'lumot o'rnida aytish lozimki, bugun muassasada 46 nafar tor soha mutaxassislari, 156 nafar o'rta tibbiyot xodimlari faoliyat yuritib, ular tumandagi 71 ta mahallada yashovchi 226 ming nafardan ziyod aholiga sifatli tibbiy xizmat ko'rsatmoqda. Qolaversa, poliklinikada tibbiyotda 90 kunlik o'zgarishlar vaqti hamda toza qo'llar dasturlari ijrosi ham sifatli amalga oshirilyapti. Avval tibbiy ko'rikka kelgan ayollar, farzandlari bilan kelgan onalar uchun kutish xonalari yo'q edi. Hozir mana shu dastur davomida alohida ona va bolalar uchun xonalar tashkil qilindi. Dastur davomida yana xodimlar gigiyenaga rioya qilishlari uchun alohida qo'l yuvish joylari tashkil qilindi. Soha raqamlashtirilishi tufayli mazkur tibbiyot muassasasida bir paytning o'zida qator tahlillarni aniqlash imkoni yaratilgan. Muhimi, tahlil natijalari bilan masofadan turib ham onlayn tanishish mumkin. Bunda esa Yoqubjon Ota Mahmudov kabi keksa nuroniylar behad minnatdor. Bu yurtimizni rivojlanib borayotgani, taraqqiy etib kelayotgani bir isbotida bu. Biz nuroniylar juda xursandmiz mana shunday bir sharoitlar borligidan. Biz nuroniylar yurtboshimizga uzoq umrlar tilaymiz. Viloyatga kelgan safarimiz davomida Farg'ona tuman markazidan qariyb 45 kilometr uzoqlikda joylashgan Qo'rg'ontepa oilaviy shifokor punktida ham bo'ldik. Ayni paytda mazkur tibbiyot muassasasida ham Demet axborot tizimi yo'lga qo'yilgan bo'lib, bemorlarni ro'yxatga olish ishlari hamda tibbiy ko'rik natijalari to'liq elektron shaklda yuritilmoqda. Aholida salomatligi bo'yicha barcha ma'lumotlar o'zida, ya'ni Demet ilovasida mavjud bo'ladi. Fuqaro salomatligi bo'yicha muassasaga murojaat qilsa, murojaatdan so'ng o'sha salomatligi bo'yicha tekshirilgan barcha laboratoriya tahlillari, unga qo'yilgan tashxis hamda muolajalardan xabardor bo'ladi. Hamda bu salomatligi bo'yicha boshqa bir viloyat yoki respublika tuman muassasalariga murojaat qilganda ham o'sha ko'rsatkichlar, qo'yilgan tashxis, amalga oshirilgan muolajalar barchasi o'sha muassasadan ko'rib turiladi. Bu o'sha muassasadagi shifokor uchun ham qulaylik tug'diradi. Poliklinikalarimiz chiroyli sharoitda bo'ldi, zamonaviy bo'ldi. Kutish zallarimiz bor. Bizni sog'lig'imizni o'ylab, qishlog'imizni chekka qishloq bo'lishiga qaramasdan, shu poliklinikalarimizni yaratib bergan prezidentimizga avvalo minnatdorchilik bildiraman. Xulosa qilib aytganda, tibbiyotni raqamlashtirish har bir bemorga individual yondashish, diagnostika, davolash va profilaktika tadbirlarini sifatli hamda samarali olib borish, Pravardida xalqimizni sifatli tibbiy xizmat bilan to'liq qamrab olishga xizmat qilmoqda. Aziz yurtdoshlar, dasturimiz orqali ayni daqiqalarga qadar sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz ana shulardan iborat edi. E'tibor uchun rahmat. Yana uchrashguncha salomat bo'ling.